hech qachon shu pomadalardan ishlata ko'rmang. Bugun sizlar bilan pomadalar obzorini qilib o'tamiz. Birinchi bo'lib kontur chizamiz. Konturimiz juda kichkina qolgan. Zo'r kontur. Ushbu konturni ko'rinishi va artikulini qoldirdim. Birinchi ko'rsatadigan pomada Love Me Tender'dan mana shunaqa ajoyib lip glossga o'xshaydi. Hidlari shuna bubble gum eslatadi. Surishni boshlayman. Artikuli bilan asl ko'rinishini qoldirdim. Korobkali bo'ladi bu. Buni surilgandagi ko'rinish rumyana sifatida ham ishlatish mumkin. Mana yurakcha qoladi. Pomadani o'chirib olamiz. Gyaluronkani mitsilarka. Ikkinchi pomadamiz It's Clear. Bu ham lip gloss. Surishni boshlayman. Ta'mlari malinani ta'mi keladi. Yana qotgandan keyin sal labizga moslashib ketadi. Altillab chiroyli bo'lib turadi. Keyingi pomadamiz Hydra Lips. Mana bunaqa ko'rinishda, yopilishlari magnitli. Bu ham maslinli. Buni ham rosa yaxshi ko'rib ishlataman. Ular qanaqa turadi? Keyingi pomadamiz Soft Nude lipstick. Hamma yaxshi ko'rgan. Matviga ham yotadi, glansiviga ham yotadi. Uvlashgan pomadamiz mana ranglari. Ozgina qizim bilan jang qilgan bu pomada. Buni rangi ozgina ochroq. Ko'lish paytida, maktab paytida eslasanglar, karandash bo'lardi. O'shani rangiga o'xshaydi. Moda bo'lardi o'sha rang. Mana. Endi matviga o'tamiz. Birinchi mana shunaqa ko'rinish. Bu pomada 8 soatgacha labizmay turib beradi. Butun Instagramga populyarni bo'lgan New Generation Liquid Lipstick 2 xil rangida. Birinchisini ishlatib ko'rsataman. Surilishlari ham maslini, hidlariga-ku hozir surayotganimdan smorodina mevasini ta'mi keladi. Bunisi chiroq pushti. Buni yangi olganman. Sizni ham surib ko'rsataman. Bu qizg'ishroq. Aynan mana shu rangi xo'jayinimga yoqdi. Agar o'zingizni polichalardek his qilishni xohlamasangiz, hech qachon mana shu pomadalardan ishlata ko'rmang. Yurakchani qizartirib qo'ying, kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring.